Assalomu alaykum. Bu bor biz уже Baliga qaytib keldik sizlar bilan. Xudo xolisa Ubud shaharchasining poytaxtidaman. Bu joyi raqamli darvishlarning poytaxti deyishadi. Hozir sportdan kelgan mehmonxonaga boraman. Ertaga ertalab Ubud shaharchasini markazi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Sog' omon bo'linglar. Sport bilan shug'ullanishni unutmanglar. Eng asosiysi sport baxtiyor bo'lish gormonini chiqaradi. Tabiiy gormon. Odam sport bilan shug'ullanganda badan stress bo'ladi. Stress bo'lgan badan gormon chiqaradi. Kortizol va hokazo. Bu stressni bartaraf etish uchun kerakli gormon. Bu gormon baxtiyor bo'lish gormoni deyiladi. O'shaning uchun Baxtiyor aka, Ilhom aka emas, hozir Ilhom aka emas, Baxtiyor akaman. Sizlar ham Baxtiyor aka bo'lib yuringlar har doim. Say hello to my country, Uzbekistan. Hello Uzbekistan. Very good. Now we are in Bali. In Bali, yes. Hello from Bali. Yes. Anaqasiga kirib chiqdim, saunasiga. Tensalarni shunaqa sassiq hammasiga yetib chiqdim. Men unaqa mana zo'r mayka sotilayotgan ekan, ertaga xudo xolisa kiyib ko'raman. Gimnazium degan joy dizayn va sindirib tashlashgan. Xuddiki men kelajakda men kosmический kорабльda. Lekin odamlar unaqa emas ekan. Ekspatlar yashirgan, bu yerda ekspatlar degani иностранцlar bilan fotoga qaraylik. Taxminan 20 metr, 30 metr. Ekspat degani mana shu yerga ko'chib kelib ishlayotganlar. Internetdan ishlaydiganlar. Men qaytib savolga tushaman, chunki anaqasi choyi, palatensalari hammasi bo'lagan. Rosa soqib qilishar ekan bu yerda. Nima qilamiz? Lekin dizaynni bitarib tashlashibdi. Eslatib o'taman. Ertaga bu joy bilan sizlarni chuqurroq tanishtiraman. Hozircha esa DJ Pilgrim Bali orolidan Ubuddan. Haligacha yomg'ir yog'yapti. Men esa o'sha park degan joydan o'zimning mehmonxonamga ketyapman. Bu joyni menga tavsiya qilishmadi. Aytishdiki, "Yo'q, u yoqqa borma, u masonlarning joyi. Ular yeri tegi svastika qilishganda, ustiga keyin beton qo'yib shahar qurishgan. U yerda hammasi mason. Ehtiyot bo'l, u yoqqa borma" deyishdi-da. Dedim. Shunaqami dedim. Shunaqa bo'lsa boraman dedim. Hozircha qaror chiqarmayapman. Qanaqa ekan bu, yaxshimikan, yomonmikan, lekin sport zali yaxshi ekan. Lekin odamlari biram anaqa ekan, nima deydi? Bekayfiyat, tabassum qilmaydi bittasi ham. Takoy nima deydi? Snop deydimi bularning hammasini? Mana shunaqa. Mana o'zim ham shu yerdaman. Mana chalyapti, taqir-tuqir qilib, lekin bez garmoniya chalyapti. Xudo xolisa ertaga kelsam bu yoqqa sizlarni chuqurroq tanishtiraman bu joy bilan. Hozir esa men ketdim. Odamlar biram g'alati ekan bu yerda yashovchilar. Bilmayman nimaga, lekin dizaynni ittarib tashlashdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana buni qaranglar, patologda kit osilib turibdi. Xo'roslar. Qanday nima deyapti bu kit? Ha? Nima deb o'ylaysizlar? Zo'r ekan-a? Dahshat. Gap bo'lishi mumkin emas dizaynga. Yana bitta baho beramiz, oldidan o'taman shundoq. Ittarib tashlashdi, gap yo'q. Mana buni qaranglar. Juda katta bino ekan, patologlari baland. Ketyapman, bitta joyda anaqa edi, nima edi? Kit edi. Kit nima bo'ladi? O'zbek tilida yozib yuboringlar kommentariyda. Mana bu yoqqa samolyot qo'yib qo'yishibdi.
Samolyot o'zbek tilida nima bo'lishini men bilmayman, lekin zo'r ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Dizaynni ittarib tashlash bitta gapi yo'q. Ilhom aka ham shu yerda. Ilhomga saunadan keyin temagan. Samolyotni ittarib tashlash lekin gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli bo'ldi. Odamlari ham bir-biriga o'xshamaydi. Hammasi chiroyli. Menga bitam yoqdi. Xudo xolisa ertaga kelamiz bu yoqqa yana bitta to'liq obzor qilib beraman. Nima restoran bor, nima qilsa bo'ladi bu yerda. Bu sportzal yomon emas, gap bo'lishi mumkin emas. Bu Ubud shahri, shaharchasini markazi, park deyiladi bu joy. Xudo xolisa ertaga tanishamiz ko'proq bu joy bilan. Yaxshi qolinglar, xayr. Bo'ldi, Ilhomga vannada yotadilar. Vannadan chiqib mana bunaqa go'zal xalatiklar kiyadilar. Keyin mana bunaqa go'zal joyda uxlaydilar. Mana bu do'stimiz yetib keldi biz bilan birga. Eng asosiysi juda ko'p ishlatyapman, eng asosiysi. Mana bu bitakimiz hamda go'zallikka qaraydi tabiat. Endi yomg'ir tindi. Mana shunaqa go'zal joyda 5 kecha o'tkazamiz. Asosiy qiladigan ishim bu yerda 3-4 ta strecham bor. Недвижимость qiziqtiradi menga. Mana Balida hozir villalar sotib olib, arendaga topshirish juda foydali narsa bo'layotgan ekan. Xudo xolisa biz ham foydalanib qolamiz. Agar nasib qilgan bo'lsa, hammaga yaxshi kayfiyat. Olg'a O'zbekiston. Bu kelgan joyimiz Risoviy palalar. Ularni UNESCO umumxalq qadriyatiga kiritgan joylar. Lekin buni juda ham turistik qilib tashashgan. Tushunsa bo'ladi. Kirishiga $3 to'ladik. Biz siz bilan mana shunaqa narsalarni ko'ryapmiz. Mana shunaqa hamma rasmga tushadi bu yerda. Opsiyalar hammasi kiritilgan. Yana kacheli uchta bo'ladi. Hozir ko'rsataman qayerdan qanaqa. U уже дополнительно pul turadi. Lekin men manzarani o'zini ko'rayotganimni уже meni boshlarim aylanib maza qilyapman. Yaxshi bo'ldi mana shu taksist Bayan bizani bu yoqqa olib kelgani. Davom etamiz kuzatishni.